Nima deb o'ylayapsizlar mana shuni? Kitob bo'lib kitob emas, bloknot ham emas. Yengilini zo'ri. Oxirgacha ko'rasiz. Like bosish esdan chiqmasin. Qarang. Soat qo'yamiz. Soatimiz zaryadga olyapti. Orqa tarafiga AirPods qo'yamiz. AirPodsimiz ham zaryadga olyapti. Endi telefonni qo'yamiz. Telefonimiz ham zaryadga olyapti. Ajoyib, Eng qizig'ichi, siz srochni ketishingiz kerak. Shuni chiqarasiz. Telefonning orqasiga yopishtirib, power bank qilib ham ishlatib ketsangiz bo'ladi. Agar siz safar ketadigan bo'lsangiz, shundan yig'ishtirasiz hammasini. Shuni olib cho'ntagiga solib ketaversangiz ham bo'ladi. Hamma zaryadkangizda alohida galovka simlarini olib yurmaysiz. Bitta mana shu narsa bilan olib yursangiz, masala hal. Hamma gadjetingizni bir deganda zaryadga qiladi. Ko'rinishi ham chiroyli, yig'ilishi ham zo'r, ham qulay. Cho'ntagida ham, chamadonda ham katta joy egallamaydi. Powerbank vazifasini ham bajaradi. Powerbank'i 5000 talik telefoningizni bemalol to'ldirib bera oladi. Agar shunaqa yengilliklarni o'tkazib olmayman desangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni bo'lsa, eng yaqinlaringizga, faqat eng yaqinlarga tashlab qo'yasiz. Kelaverasizlar.